Biza hozir u yoq kishim bilan sport o'ynadik. Idish yuvayotganda o'sha kuni iltimos siz idish yuvib bering dedi. Jinnimisan dedim. Mayli, men bitta imkoniyat beraman. Hozir Zo'r TVda peredacha bo'lyapti. Kim millioner bo'lmoqchi degan savollar beriladi. Agarda sen savollar javobini to'g'ri topsang, men idishni yuvaman. Agar men to'g'ri topsam, bo'ldi, sen dal idishni yuvasan. Go'mi? Javoblarni shunaqa topib tashlayman hozir. Birinchi savol. O'zbek xalq maqolida nimani sinamasdan turib sirtidan o'tmaslik aytiladi? Nima bu? Xo'p. Sen nima? Ot tanlading. Hozir men O'zbek xalq maqolida nimani sinamasdan turib sirtidan o'tmaslik aytiladi? Sen nima? Ot tanlading. Men ham ot tanlayman. La ты крыса! Men ham ot tanlayman. Ot. Meni ham variantim ot. Demak, C variant ot dedingiz. To'g'ri. Oo, yaxshi. Birinchi javob ikkalamizda ham to'g'ri chiqdi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Nima savol bular? Quyosh atmosferasining plazmadan iborat. Toji. Ili sallasi. Qaysi variant? Tojimi senga? Quyosh atmosferasining plazmadan iborat eng yuqori va issiq qatlami quyosh nimasi deb ataladi? Quyosh sallasi, kepkasi, do'ppisi, toji. Ha, tojimi? Men sallasi. Menga sallasi. Bunga toji, menga sallasi. Hal qiluvchi moment. Demak, C. Javob toj. To'g'ri. Idish qachon emas endi ko'ngli. Mana. Alisa. Issiq suv sovuq suv qaysi tarafda bilasizmi? Bu yoq tarafi suv, bu yoq tarafi suv. Gaping bormi yoki kayfing bormi? Yana sportlovchimiz-a? Boshqa o'ynamayman sport. Apa bo'ldingizmi? Мужчины, запомните одну фразу. Мужчины не обижаются, они делают выводы, ё-моё. Yog'ni yuvib qo'y. Ko'ki. Sportda oxirgacha yuvishdi. Oxiriga chuvish degan joy yo'q edi. Idish yuvish deganda. Kaftor qo'y xolos, sen oxiriga chuvish degan joy yo'q edi. Burdimi teshigini tegdi olgan. Mana. Qanaqa chiqyapti kadr, zo'rmi? Vau! To'ylarga chiqadigan Gold Visionmiz, ha?